Mana shu Marmara dengizining sohil bo'yi Toshkentda bo'lganda qanaqa bo'lardi? Faraz qilib ko'ramiz. Ishchi mana shu yo'l chetidagi bo'sh yotgan joylarga butkalar yasash bilan boshlanardi. Bekorga bo'sh yotibdi. Soqqa qilish kerak. Hamma joyga butkalar qilib, Evis, Oqtepalar va shunga o'xshagan fast foodlarga joyga berib, arendani falon pul qilib qo'yib soqqa qilinadi. Mana bu shuncha daraxt nima keragi bor? Daraxtlarni hammasini olib tashlab, masjidga bitta dom qurilardi. Bu oddiy dom bo'lmas edi. O'sha falon chakalarni domi bo'lardi. Baland cho'tki qilib qurilardi. Qimmatga sotilardi. Shuncha dengizni bo'yi bo'lsa, arzonga sotiladimi? Kerak emas daraxtlar olib tashladi. Mana hamma kemalar bitta odamga tegishli bo'lardi. Chunki hamma soqqa qilib tashlash kerak emas. Bitta odamga tegishli bo'lib, xohlagan narxini qo'yib qo'yardi, majbur odamni chiqardi. Mana yo'l chetida hammasiga zapret znak qo'yilardi-da, kameralar qo'yib tashalardi. Umuman mashina qo'yila olmas edi. Mashina qo'ysa zo'r shtraf. Mamtga katta stanka qilinardi-da. Stankani qimmat qo'yilardi. Majbur odamlar pulga qo'yadi. Qaranglar, bitta ham tilanchilar yo'q. Tilanchilarga to'la bo'lardi. Bu yerda oddiy tilanchilar emas, ani qo'lda bola ko'targan qimmatchi tilanchilar bo'lardi. Yaxshi kiyim olib, chiroyli kiyim olib, yetmaganiga salfetka sotib yurishadi. Mana bu talbalar bekorga bo'sh yotibdi. Bittasida Abdurahmon Fozilov va Artel ushlab turgan reklamasi, ikkinchisida Ayvashi Akfana reklamasini qo'yib qo'yadi. Shundoq plashadga bo'sh yotibdi. Teppa-tekin ekan. Bu tekin qilish kerak emas, bitta batut qo'yib, atrofiga kacheliklar qo'yib, hammasini soqqa qilib qo'yish kerak. Bu yerda ham daraxt kesishar ekan, faqat tegidan emas, kallaylab qo'yishadi. Mana bunaqa peshexodning mostqilar liftni ishlatmay qo'yadi. Odamlarning oyog'i bor-ku, lift ishlat nima qiladi, to'g'rimi? Keyin yo'lni mana joyiga radar qo'yib qo'yadi. Zo'r soqqa kelib turadi-ku, biznesmenlarga ayni muddo. Hamma blogerlarga zo'r kontent bo'lardi. Men kelib yangi radar qo'yildi deylardi. Keyin hamma avtoblogerlar kelib o'zini antiradarni reklama qilib ketadi. Yana nimalar qilgan bo'lardi? Cho'ta yaxshi esim kelmayapti. Fikringiz bo'lsa kommentariyada qoldiring.